Gala, bu yog'i sutemda buzoqlarimiz, sutemdan chiqqan sutemda buzoqlarimiz. Bir dona ona bola sigirimiz, bu yog'iga kela buqalarimiz bor. Bundan tashqari bu yoqqa e'tibor qiling, sigirlarning terilganiga akalar mari deysizmi, bo'g'oz deysizmi, xullas xilma-xildan. Eng kami 3 oylikdan boshlab 6 oylik, 7 oylikgacha bo'g'ozlarni ko'rsatamiz, videomizni o'tkazmay ko'rasizlar. Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari. Qadrli obunachilar, hafta kuniga. Xo'sh, chorshanba 2026-yil 5-avgust kuni Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Kabobiga biza Akbar Shovkamiz mini fermasidan akalar yana yangi partiya mollarni chiqaramiz. Videolarimizni o'tkazmay ko'ring, qo'limizdan kelgancha ma'lumotini beramiz. Har bir molimizni yedi-ichtiga sog'likka garantiya beriladi. Akbar Shovda o'zi yo'q, Hayot aka bilan gaplashamiz. Hayot aka, assalomu alaykum. Sog'laringiz yaxshimi? Muxlislaringiz bilan assalomu alaykum Buxoro obunachilari, musofirdagilar, ojon ojoqlar. Baxshlarga kecha chiqardik. Xotdik mollarni. Hani yangi partiya keldi. Bitta yarimta qolganlari qaytib chiqadi. Shunday. Agar yangi partiya keldi, qo'ldan kelgancha yengil puldan o'zbeklar shiralar kelishtirib, qo'ldan kelgancha yengil pul qo'yib beradilar. Xo'sh, dastavkalarimiz nima deymiz? Koronavirus Samarqand Qarshi mutlaqo tekin aka. Kecha Vodiyga ham ketdi aka, Toshkentga ham ketdi, kelishilgan bo'ldi. Kelishamiz yo'qmi? Shunday, ana shunday. Shunday. Muomalaga qarab hamma narsa. Ana shunday aka. Xo'sh, dastavkalarimiz o'sha ketaveradi, demak. Yetishchisiga 5 kun garantiyasi bo'ladi. Qo'lli bo'yab bo'lsa olinadi. Ay billati bo'ladigan bo'lsa, bo'g'ozlik davri kam chiqadigan bo'lsa, qaytarib olinadi. Boshladik undan. Boshladik demak, birinchisidan boshlaymiz akalar. Ikkita yosh buzoqchamiz. Biri ikkalasi ham shoxlik varianti, shox o'sadi akalar. Xo'sh, quloqlar hamlarni aytib o'taman, shunga qarab ketaverasizlar. Sutemdan chiqqan. Hozirda chiqqanmi? Aka, agar sut bo'lsa yemadi. Bo'lmasa, agar endi chiqqan ketaveradi. Xuddi shunday. Xo'sh, 95-23 quloq raqam, bunisiniki 96-28 ikkinchisi. Necha puldan qo'yib beramiz Xo'ja aka bular? Baxshilarga bularni aka 9 dan qo'ysak bo'ladimi? Bo'ladimi deganingiz 2 million so'mdan qaytaman deganingiz aka? Yo'q, 2 million so'm mayda pul emas baxshilar. Ha aka 9 million so'm ham katta pul. Bo'lmay qarang aka 7 million so'mdan ketaversin, o'g'ondan mazza. 2 million so'mdan qaytaysan. Bitanasida baxshilarga o'g'ondan baraka topsin. Ikkovi ham sutdan tuygan 2 oylik buzoq. Shunday. Olib tarbiyasini qilsa, qarang, yelinchasiga qarang, bu yelinchasiga qarang, bu kelajagi bo'ladi baxshilar. Mana aka, mana. Xo'sh, demak 7 million so'mdan narxi. 7 million so'mdan bitta ichkicham puli. Yashang, ketdi akalar, keyingisiga o'tamiz. Xo'sh, keyingisidan ketyapti, gibrid. 95-35 quloq raqami, achkarik sementalga olaparodan gibrid bo'lgan variant akalar. Xo'p, bosh qismlari, bishimlari zavodskiy to'qol akalar, shox o'smaydi, orqa tomondan ko'rinishlari. Bu 3-buzoqchamiz. Bu ham sutdan chiqib o'tga tushgan variant. Hoji aka, buni qancha qo'yamiz? Buni 8 qo'yaylik. 8 million so'm. Ular 7 million so'mdan qo'yildi. Bu 8 million so'm. 7,5 bermaysiz buni? Böyle aka sizga 2 marta qilganimiz yo'q o'l biron. Xo'sh, demak 7,5 million so'm so'm ketaversin bu. Yetaylar. Ketdi, keyingisiga o'tamiz. Xo'sh, keyingilardan ketdik. Keyingi buzoqchalarimiz. Shved zo'rini kutgan akalarimiz uchun Shved zo'ri. Ikkinchisi qizil olaparoda akalar. Xo'sh, quloq raqami 90 ga necha ekan? Ana chetdagini o'lchildi, qaroni. 96 ga 22. Boshqalarning bichimlariga e'tibor qilasizlar akalar, sifatiga baho beraverasiz. Bunisi endigina sutemdan chiqib chiqmagan akalar. Bunisi sal kattaroq. Xo'sh. Necha pul? Ikkalasi ham to'qol variant aka. Baxshilar aka, bular 8,5 dan ketaversin aka. 8,5 dan. Ayro kindikchasi. Ayrosiga 8,5 million so'm. Jupiga bo'lsa-chi? 8 dan bo'lsa ketadi. Jupiga 8 million so'm, agar tanlab olish bo'ladigan bo'lsa 8,5 million. Yana bitta varianti bor bu yerga. Sigirimiz aka 50 kunlik bo'g'oz. Mana onasi, bolasi. Ha, shuni onasimi bu? Mana shu bolasi. Xo'sh, aytib o'tganimda, ona olaparoda akalar, chorni pyostra, bola Shved. Xullas gibrid bolasi. Bolani 4 beqaday, buni 4-jayni akalar, demak molimizni ket qismlari, bosh qismlari ko'rinishiga e'tibor qilasizlar, sifatiga baho berasizlar. Ona bilan bola qo'shib olaman desangiz ham bo'ladi. Tekshirtirdingizmi? Tekshirtirilgan, o'ziga olingan, narsa qilingan. Xo'sh, tarbiyasi bo'lgan. Sigirimiz birinchi qorin tug'ishi 2 ga bo'g'oz. 2 ga bo'g'oz. Bolasi xonajin 2 litr sutga ketadi. Ol bolani. Narxi necha pul? Ona bola aka buni balandbay aytib o'tirmaymiz. Xo'sh. 29 million so'm. 28 million so'm ona bolaga ketadi. 21 million so'm onani o'zi ketadi. Bir qorin tuqqay 2 ga bo'g'oz. 2 ga bo'g'oz. Shuni ko'rsat desangiz ko'rsataman. Yo'q, shart emas. 21 million so'm ona 8 million so'm bola. 8 million so'm bola. Agar ona bola olaman desalar
28 milyon so'm, 27,5 milyon so'm. 27 milyon so'm aka. Yashang. Agar komplekt olaman desa, Komplekt olay bo'lsa, mana balachiga emas, men buni ayirishga. 27 milyon so'm. 2 litr sutga ketadi akalar. 2 litr sutga bo'ylari 1 metr 22 santimetr akalar. 1.20 plyus. Ertalab kelib tushdik soat 6ga. Sigirlarni tagiga bolalar yuribdi o'g'li. Aha, shunday. Em olganding. Em bo'lgan. Mana bu bo'lar akalar. Agar komplekt olsangiz ham shu, bu yo'q, отдельно olsangiz ham narxi aytildi. 2,5 oylik. Uni отдельно o'zi 8,5 million so'm bo'lyaptimi shunda? Xuddi ana shuni. Aka buni tekshirtirib, o'ziga tekshirib olsin. Aha, shunday. O'zi uchun biz ham tekshirib ko'ramiz. Tekshirib olaversin. Demak, ketdi. Keyingisiga o'tamiz. Xo'sh, keyingi mollarimizdan davom ettiramiz akalar. 2 dona g'unojinimiz keyingilari. Biri Ukrainkani bolasi akalar, ukrainskiy paroda. Ikkinchisi akalar, mana qaratingani mana peshonasiga bitta qaragan shuni. Angus gibrid shvedga. Xo'sh. 96-30 kilo raqam. Bunikini 96-26 buniki. Shuni ham 29 ekan. Bunisi sutdan chiqib chiqmagan, unisi 100% sutdan chiqqan akalar. Bunisi yoshroq hoji aka? Yosh oğlum. Yosh. Va buni onasi yo'qmi? Buni onasini aka ertalab vaqtlik sotıyorduk. Aha. Xo'sh, necha puldan qo'yib beramiz hoji aka buni? Bularni aka Idishiga yetib ol qo'ying. 11dan qo'ysam bilan beradigan sigir bo'lasa edi bu. 20 taga beriyordum. Yashang. O'zi hoji akadan 2 litrdan ziyod sut chiqmaydi. 20 taga beriyordum aka. Idishiga yetib ol qo'ying, qanaqa idish so'gan jonivor. Hozirdan bu. Ekavi 54 millionga berildi aka. Ikkita sigir. Buni ham onasi. Ha. Aha. Bular aka gapda o'chig'ini aytadigan bo'lsam 50 kun 55 kun chiqqan. Bitta o'sha qoldi, bu ikkitani onalari ketdi aka. Aha. 27 milliondan 54 millionga berdim aka. Xo'sh, bolalarini qancha qo'ya beramiz? Bolalarni aka 12 dan qo'ysam bilammi? Hoji aka. 11 dan qo'ysam bilammi? Siz onasidan O'yindan qo'ysam bilammi? Yana qayting, xalq mazza qilsin. Jupiga beradigan bo'lsa 9,5 dan ketaversa aka. Jupiga отдельныйgacha Отдельныйga 10 million so'm qolaganini yuboraman aka. tortinglar. Onasi akalar sut to'rt sigiri bor. Yana bitta varianti bor, olib kel uni ham. Uni ham ol. U kattaroq. Kattaroq onasi. Akalar Ukrainkani olasizmi? Buni olasizmi gibridni? Onasi normal sut beradigan sigiri bo'lasa akalar. Endigina shox qorish bor. Aka, o'sizlar barakat o'sizlar mazza qilsinlar. Xo'sh, buchi? Aka, ketaversin 9,5 million so'm quyuq suyuqqa. Mana aka. Alohida qolaganlar 10 million so'm. Xo'sh. Uchalasi bir joyga beradigan bo'lsa 9,5 dan ketdi akalar. Tortinglar, ketdi. Keyingisiga o'tamiz. Keyingi g'unojlarimizdan davom ettiramiz akalar. 1 metrdan oshadi akalar, bo'ylari 1 metr 3, 1 metr 5 santimetrlik g'unojlar akalar. Ikkita katta g'unojini, lekin narxi bugun boshqa baho beriladi. Masalan, Mana. Ekstra ham olib chiq. Yo'q. Ko'kchan g'unojini puliga qo'yib beraman desangiz o'zi. Xalq mazza qilsin aka bugun. Xo'sh, quloq raqamlarini aytib o'taman. G'unojlarimiz 95 ga 34, Ko'ktoy. Ikkinchisi 84 ga 42, 86 ga 43 ekan. 86 ga 43. Ikkinchisi akalar Eston. Orqa tomondan korpuslarni ko'rinish bichimlariga e'tibor qilasiz akalar. Bosh qismlari bichimlari akalar mana. Mana sizga. Agar g'unojin kerak bo'lsa sizga. G'unojinlarni ham akalar kamchiligi yo'q, olib foydalanasiz. Ana endi buni yoniga 2 dona buqacha kelyapti akalar, ularni ham ma'lumotini beramiz. Salkam 1 metrlik buqachalar akalar bular. Mana akalar. Xo'sh, bir malla shved, ikkinchisi simentalga talg'ir gibrid akalar. Quloq raqami 96 ga nachi? 95 ga 16, 73 ga 92. 92 nima? 85, 73 ga 85. Xo'p, 92. Xo'sh, qanchadan qo'yib beramiz hoji aka bularni? Qo'yaymi? Ayting. Bitta yonsin qani? O'sha yoqqa tortingcha. 10 million so'mdan kessan aka 4 ta bir joyga. 10 million so'm 4 ta bir joyga. ikkita buqa, ikkita g'unojin. Xuddi shuni. Xo'sh, addenligacha 1,5 million so'm tanlagani ketadi. 10,5 million so'm g'unojin tanlaysiz, buqacha tanlaysiz, farqi yo'q akalar. To'rtalasini bir joyga qo'yganda 40 million so'mga ikkita buqa, ikkita g'unojin ketdi. Aka 309 million so'm ketdi. Bir joyga bo'lsa. Bir joyga bo'lsa 309 million so'm ketdi. Yashay. Tortinglar endi. Keyingisiga o'tamiz. Yana gapingiz bormi? Bor. Ya gapirmang. Bir ma'lum. Yo'q. Yana bir nima qayting. Yo'q. Aka 309 million so'm bo'lyapti. O'shunda aka 1 million so'm 9 million 750 ming so'mdan bo'lyapti aka. 9 million 750 ming so'mdan. Shunaqa narxga ham bir qidirib ko'rsinlar. Mana bu yoqqa. Keyingisi akalar shvedish qog'ozlariga. Salkam 1 metrlik. Deylik 19 ga 04 quloq raqami. Orqa korpuslari ko'rish. Baxshilarga bitta yolg'on gap gapiraymi? Xo'sh. Parodan bachasi bu. Aha, shved yo'qmi? Ha, parodan bachasi. Oq tumshuq shapaloq quloq shved. Unani hozirgacha emib yurgan. Prosta cho'q uzun bo'lgan.
Aha. Bilmayman nima qildi. Shoxsasiz. Ay zotiga bordim. Nachi pul aka? Aka buni baland bahoga o'tirmayman. 14-15 kerak emas. Aka 12 million so'm qo'yib beraman. Boring 1,5 million so'm qo'yib beraman aka. Olganga ham, sotganga ham. Olgan baraka topsin. Ketdi akalar. Rahmat desa bo'ldi. Xo'sh, keyingisidan ketdik akalar. Biri ola paroda, ikkinchisi qizil. Akalar mana Eston. Ishqivoz uchun ko'rsatib o'tamiz. Bo'ylari 1 metr 5 santimetrlik buqachalar akalar. Ko'chat buqachalarimiz. Xo'sh, qulov raqamlarini aytib o'tamiz ana endi akalar. Olaniki 95 ga 22, bunisiniki kimnachi kalsocha buniki. Nachi puldan qo'yib beramiz hoji aka bular. Bularni aka yengil qo'yib beramiz aka. Nachi puldan? Aka bularni 14-15 kerak emas. Xo'sh. Nachi puldan qo'yib beradilar. Aka, bilasizmi, bira bilan olib 4 chiqanim 13 million so'mdan olsinlar baraka topsin aka. Jupiga. 13 million so'mdan jupiga 26 million. 26 million so'm olsinlar baraka topsinlar. Xo'sh. Xursand bo'lsinlar, tamom. Отдельныйgachi? Alohida ham aka ketaversa. Ey yashang. Mollarni yeyishiga bitta e'tibor qo'ying. 13 million so'mdan ketdi akalar bular. Aka mollar yeb ichiga bir hafta garantiya. Yashang. Tortinglar ketdi, keyingisiga o'tamiz. Keyingisidan ketdi akalar. Ola paroda yana. Qulov raqami 9609. Bosh qismlari bichimlari, bo'ylari 1 metr 10 santimetr akalar. Pilusga yuradi akalar. Bir 13, bir 14 chiqadi, bir 10 pilusga olaverasizlar akalar. Buqa nachi pul hoji aka bu? Buni aka baland baho aytmaymiz aka 18 qo'ysak bo'ladimi? Kechtirib aytavering hoji aka. Aka 15 million so'm ketaversin. Mana sizga da. Yeyishiga e'tibor qo'ying akalar. Mana yeyishi. Og'zini to'ldirib ekan. 15 million so'm ketdi akalar bu. Keyingisini olib kiring aka. Xo'sh, bunisini nima deymiz aka? Gibridni. Buni aka 18 qo'yib beramiz. Ha? 18. Yurgisi yo'q ha buni? O'ylan ipga tushmaganda zagondan olib chiqilgan. Yursangchi. Ana endi yurdi ana, mana sizga. Ke! To'qol akalar, zavodga to'qol varianti bu. 9619 qulov raqami. Tarbiyalik mol. Yurmasang, yursang farqi yo'q akalar bunga. O'ta faqir chiqadi bunaqa. Bu aka onasi bor edi buni ham aka. Aha, qo'y. Men ona o'rganimga shunday xafa bu. Ipga tushganiga xafa bu. Xo'sh, nachi pul qo'yib beradi hoji aka buni? Buni aka baland baho qo'ymaymiz aka 16 qo'yib beramiz. 16 million so'm bo'lsa. 16 million so'm bo'lsa olsinlar baraka topsinlar. Xo'sh, ikkalasini jupiga bitta odam bo'lsa-chi? 301 million so'm bo'ladi, olsinlar baraka topsinlar. Ketdi akalar. 16 million so'm, unisi 15 million chiqdi akalar. Akalar, sigirlarimizdan davom etamiz ana endi. Mari, bo'z, hammasini ma'lumotini beramiz, demak videomizni o'tkazmay ko'rasizlar. Chorma uni. Talg'ir sigir ishqibozlar 9503 qulov raqami. Mol suti bor hoji aka. Xuddi shunday. 2 litr sutga ketadi akalar, 2 litr sutga. Bolasi yo'q. Mana u sut o'g'ini akalar, mana. Xo'sh. Nachi pul? Aka bular yengil qo'yamiz. Ichi qisir. Gumonga beraveraylik. Aha. Qisirganmi, bo'z ham ketaversin, tamom. Xo'p. Og'ozdan baraka topsin. Qisir bo'g'ozligiga garantiya berilmaydi akalar. Neytral zonaga turadi. Nachi pul? Aka buni hozir pari ham bor ekan, uni birdan chiqaramiz hozir. 1 million. Xo'p, olib chiqaversinlar. 11 million so'mdan ketaversin aka. Bu ham Bu ham komplet ketaversin 1 million so'mdan. Suti bor ekan Narxlarga asli. bitta baho berasizlar aka. Narxiga e'tibor bering. Aka 20 million so'mlik sigir yelni bor. Aha, shunday. Xo'p, bunisi ham shuni yoniga akalar, bu gibrid. Bu ham 11 million so'mdan akalar. Bunisini ham suti bor, unisini ham suti bor. Ikkalasi ham 2 litrdan sutga ketadi akalar. Xolasangiz unisini oling, xolasangiz bunisini oling akalar. Mana tarbiyasi. Mol qilt etmaydi. Ip tashab qo'yilgan akalar mol. Erkak, ayol tanlamaydi. Farqi yo'q, ketaveradi akalar, demak. Ketdi. Tortinglar, o'tabek. Xo'p, ketdik akalar. Keyingisidan davom ettiramiz akalar. 9617 qulov raqami, bo'ylari 1 metr 13-14 santimetr atrofiga. Umumiy ko'rinishlariga bitta baho berasizlar. Tug'magan akalar, bu adashmasam, tug'magan hoji aka. Tug'magan. Tug'magan, ichi nima gap? Ichi aka gumonga ketaversin. Gumonga. Mol yeyishiga bitta baho berasizlar. Nachi pul qo'yib beramiz hoji aka. Baxshil aka buni baland baho aytib o'tirmaymiz aka. 12-13 kerak emas aka. 13-14. Aka 12,5 million so'm qo'yib beramiz. 12,5 million so'm bo'lsa ketadi. Xuddi shunday aka. Birinchi qoringa gumonga ketadi akalar. Qisir bo'g'oziga garantiya berilmaydi, ketdi akalar. Keyingi molimizga o'tamiz. Olib keling. Keyingi molimizdan davom ettiramiz akalar. Shvedga ola parodani gibridi. Uch qismlarini ko'rinishi, orqa korpus akalar, yelin xalta. Mol bo'g'ozmi qisirmi hoji aka? Gumon. Bu ham gumonga. Bo'ylari 1 metr 17 santimetr atrofga 16 pliska olasizlar akalar. 15 pliska oling siz. Nachi pul qo'yib beramiz aka buni? Aka buni 14,5 qo'yib beramiz. 95 18, narxi 14,5 million.
Bu kadar koyun akalar 2 oylik boğazı 16 milyon 17 milyon so'm atrofiga 3 oylik 4 oylik boğazı falon pulga aylanadi akalar o'sha bu yoq. Aka qo'yganman deganda men usvet qilolmadim ko'rsatishga. Har bu boqqanizga ham 1 milyon so'mdan, bo'g'ozlik davriga ham 1 milyon so'mdan qo'shilib boradi akalar buni. Molga qo'yib foydalanasiz. Keyingisi akalar, yana ola parodalardan. Xlor raqami 0406. Orqa tomon korpuslarining ko'rinishi, bichimlariga e'tibor qilasizlar. Hoji aka gapiring, bo'g'oz qisir, Qisirga beraveray. qisira ketaveradi. Necha pul qo'yib beramiz aka? Molla aka o'zidan 113 kilo suyagi bor. Qassobga ham to'g'ri keladi. Hamma taraflama to'g'ri keladi. Aka buni 17 million so'm qo'yib beraman. Buni bo'g'ozi 20 million so'm, 22 million so'm. Aha, narxi 17 million so'm. torting o'tabi, ketdi keyingisiga o'tamiz. 17 million so'm qisir hisobiga ketadi. E'tibordanligi o'ta kuchli akalar molga. Ketdi bu. Xo'sh, keyingi molimizdan davom ettiramiz. Ana endi akalar bo'g'ozlarga o'tdik adashmasam 23 ga 89, birinchisi, ikkinchisini xlor halqasi yo'q akalar Shvetsiyadan. Orqa tomon. 2,5 oyga aka 4 oylik. Qaysi 4 oylik? Anamiz 4 oylik, Bu bunimiz gibrid 4 oylik, bunisi 3,5 oylik. Xuddi ana shunday aka. Xo'sh, necha puldan qo'yib beramiz hozir? Aka bularni baland baho qo'ymaymiz, 15 dan qo'yib bersam bilaman. Bunisi tug'magan, bunisi tuqqan. Bir tuqqan. Bir tuqqan bunisi. Ichini ko'rsating, nima? Mana oling buni. Ichini ko'rsating. Böyle ko'rsat. Mana. Lapatga qo'yib. Necha puldan qo'yib beramiz aka? Aka bularni baland baho aytib turmaymiz, 13,5 million so'm tanlaganini olaversin. Bu ham. Farqi mayda aka. 3,5 oylikka 4 oylik. 3,5 oylikka 4 oylik. Ketdi akalar, keyingi 13,5 million. Tortinglar. 13,5 million so'mdan xohlaganingizni tanlaysiz akalar. Olib kecha. Xo'sh, keyingisi akalar. Shvedga ola parodani gibridi. Xo'sh, quloq raqami 95 ga 36. Bo'ylari 1 metr 14-15 sm atrofiga. Hoji aka necha oylik bo'g'oz? Aka bu ham aka 3 oylik. Aha. Xo'sh, buni aka 15 million so'm qo'yib beramiz. 3 oylik bo'g'oz narxi 15 million. Buni sheriklari ham hozir chiqaramiz. Aha, ketma-ketlik bilan sheriklari ham chiqadi akalar demak. Xo'p, ketdik demak akalar. 5 tasi birida. 1, 2, 3. Bittasini narxini aytdik akalar. Hozir 13,5 million so'm Shvedga ola parodani gibridi. 13,5 yo'q ku bir. 13,5 dedingizmi? Qancha? Yo'q, 13,5 da kirdi-ku. Aha. Bular aka Xo'sh, kolleksiya bo'lib beradi, Aha. 5 talik. 15 million so'm aka jupiga bo'lsa ketadi. 5 tasi birida. 5 tasi biriga bo'lsa 15 million so'm ketadi. Aha. Alloh xudoga aka 15,5 million so'm tanlaganini olaversin. Biron tomonimiz 3 oydan kichik emas aka. Eng pasti 3 oylik. Eng pasti 3 oylik, balandi 5 oylik. 3 oylikka 5 oylik akalar. Ketaveradi xudo. 4,5 oy, 5 oy ketaveradi. Aka bularni hech shuna zagonga qo'yib bersinlar. Aha. Ana mana degancha tayyor bo'ladi bu. 22-23 million so'm buni tayyorchasi aka. Yashang. Quloq raqamlarini aytib chiqaman akalar, shunga qarab aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa. Birinchisi xo'sh, nechi? Qaraqana. 96 12. Xo'sh, ikkinchisi 88 96. Uchinchisi quloq halqasi 91 ga 72. Bunikina nechi? 95 ga 36. Bunisi 95 ga 42. 95 ga 42. Xo'sh. Aka 15 million so'mdan mana molla aka beshalasi bir joyga birlaygan bo'lsa. Aha. Mayda chuyda qilib o'tirmaymiz, 1 million so'm pul o'tiladi. Beshalasini bir joyga olsa 5 million 1 million so'm pul o'tib beriladi, shunaymi? Aka, boring, men yoningizga boray. Xo'sh. 14,5 million so'm jupiga ketdi. Aha. 5 tasi biriga ketadi. 14,5 million. Tanlagani 15 million so'mdan. Tanlagan 15 million so'm ketadi aka. Tortinglar mo'llar, ana endi joyiga keldilar aka. Ketdi, keyingisiga o'tamiz akalar. Aka qisib Keyingi mo'llarimizdan ketdik akalar. Biri Eston, ikkinchisi Malla Shved. Bosh qismlari ko'rinishlariga e'tibor qilasizlar. Bular kattaroq, bo'ylari 1 metr 20 santimetrlik bo'ladi. 96 20 bunisiniki, bunisini sal torting, quloq raqamini ko'rmayman. 95 ga 18. Necha oylikdan hoji aka bular? Barselaka 3,5 oy, 4 oylikdan, Aha. 3 oylikdan olaversan, ashuni qisirni bermaydi, maydagon bahoga. Xo'sh, necha pul qo'yib beramiz? Aka bularni baland baho aytib o'tirmaymiz aka, 17 dan qo'yib beramiz. 17 dan jupiga ham modelniga ham. 16,5 million so'm jupiga ketadi, 17 million so'mdan alohida ketadi. Ketdi, tortinglar, keyingisiga o'tamiz. Mollar ikkalasi ham e'tibordan kuchli akalar bularni. Demak, ketdi bular. Keyingi mollarimizdan ketdik akalar. Bo'ylari 1 metr 25 santimetrga 20 santimetr akalar. Bunisi 1,25, unisi 1,20. Orqa tomon korpuslarining ko'rinishiga e'tibor qilasizlar. Yelning xaltasi. Bunisiga ham bunisi suti bormi hozir? Aka 5 litr, 6 litr suti bor. 2 litrga ketadi. 2 litr ketadi. Xo'sh, quloq raqami 95 ga 60, bunisi 95 ga 46 ikkinchisi akalar. Xo'sh, necha puldan qo'yib beramiz hozir? Aka 6 oylikka 4,5 oylik. Aha. 4 oylikka 6 oylik deylik. Bunisi 6 oylik, bunisi 4,5 oylik. Xuddi aka, 4 oylik. aka. Xo'sh, necha pul? Narx aka bularni aka 16 million so'm tanlaganini oladi.
16 million so'mdan ketadi bular. Jupiga ketadigan bo'lsa 5,5 milliondan ketadi. Mana unaqa gigant mollarni tamog'idan tuydirib akalar normalni holatiga keltiring. Chini Normalni ko'rsating. summaga ham Keling ketadi bera. akalar. Chini ko'rsating. Xohlaganingizni tanlaysiz akalar, ketaveradi xudo xolasa aka bularni ham. Xudo qilib bilasan bir o'zing. Akalar qo'limizdan kelgancha mana akalar tishi. Tish lapatga bo'yab turibdi akalar molimizni. Xo'sh, ikkinchisiga e'tibor qilasizlar akalar. Mana ikkinchisi. Xo'sh, ketdi demak, keyingilarga o'tamiz. Tortinglar. Ikkinchisiga ketdi akalar, shved ishqibozlari akalar, shved. Xo'sh. Hoca aka necha oylik bo'g'iz? Baxshilarga 3,5 oy, 4 oylik bo'libdi. 3,5 oy, 4 oylik atrofiga akalar bo'g'iz. Tishini o'shuncha. Borni boricha ko'rsataylik, Mana tamom. akalar tishi. Yo'qsa olaversin. Pas emas, tish normalni. Xo'sh, necha pul dedingiz? Buni aksiyaga tushgan mollardan bittasi shu bo'ladi. Xo'sh, 14 million so'm aka ketaversin. 14 million 500 ming so'm. Yo, 14 million. 14 million. 14 million so'm. Man xato Buni eshitdim. qisirni aka bahosi 14 million. Yasha. Ketdi akalar, keyingi molimizga o'tamiz. Ichini bo'g'ozligini o'z uchun bo'lsa ham tekshirib ko'rib oling aka mollarimiz. Luboy bittasini ham. Xo'sh, keyingi qo'nojimizdan ketdik akalar. Bo'ylari 1 metr 22 sm 20 plyuska olasizlar. Orqa tomondan ko'rinishi birinchi qoringa necha oylik hoji aka? Aka 4 oylikka beramiz. Birinchi qoringa 4 oylikka ketadi molimiz. 96-27 flora qismi. Bosh qismlari bichimlariga e'tibor qilasizlar. Necha pul qo'yib berasiz? Tarbiyasi 100 so'm. Baxshilar aka buni yengil qo'yib beramiz aka. Necha pul? 24 million so'm. 24 bo'lsa ketdi bu. 4 oylik bo'g'oz. Xuddi shunday. Xo'p. Bo'shiz ishlamay qo'ylar. Yo'qda hada nima bo'lyapti? Pameh bo'lyapti o'zi. Aka 20 million so'm. Olib keling o'zini. Olganga ham sotganga ham baraka bersin akalar. 20 million so'm 4 oylik bo'g'oz akalar. Molli bo'yi kichkina emas akalar. Molli eti badani ham o'rta badandan yaxshiroq. Xo'p, keyingisi. Bunisi ham 20 million so'm. Shvedlardan akalar. Bo'ylari 1 metr 23-24 sm atrofiga 42 ga 33 kilo raqami, bosh qismlari ko'rinishi. 20? 21 million so'm deydik. Hay 20 million so'm ketadi. 20 million so'm ketdi akalar. Mana orqa tomondan ko'rinishi. Unisini olib keling. Orqalarga e'tibor qilasizlar. O'chirmang aka. Olib keling unisini. Shvedmi? O'chirmadim aka, to'xtab turibdi. Keyingisidan ketdik akalar. Shved ishqibozlariga, original shvedlarga ishqibozlarga ketdi ko'rinishiga bitta baho Qum bering. qo'yasiz yalkasiga. Aha. Mazza qilib nima qiladilar. Mana ust qismi ko'rinishiga e'tibor qilasizlar. Ustini o'zi 2 qara chiqadi akalar. Ya'ni 50 sm dan o'rtada akalar. Shona yorgan buqaga o'xshaydi xudo akalar. 91-28 kilo raqam. Shuni ko'rsating. Xo'sh, ichirma gap, hoji aka. Mana akalar. Ichi 4,5 oylik 4 oyga beraveraylik. Mana. 4,5 oylik 4 oylikka ketadi. Xo'sh, necha pul? Buni 25 qo'ysam bilan. Hoji aka, sizga yarashmaydi, yengil qilib qo'yib beravering, ketaversin, tamom. Aka yengil qo'yaymi? Yengil, maza qilsin xalq aka. Xalq mazza qilsinmi? Böyle 21 million so'm qo'yib beraman aka. 21 million so'm bo'lsa bu molimiz ketdi. Bu oxirgi mol ona bocha sigirimiz. Bitta ona bola sigirimiz. Ona bola 21 million so'm aka bo'lsa baraka topsin. Olganga ham sotganga ham baraka bersin aka. Aka qidirib odamlar bor aka bu molni. Bu molni qidirib yurganlar bor. Aka bir qorin tuqqan ikkiga bo'g'oz. Yashang. Sifati o'ta kuchli akalar, molni olib foydalanasizlar akalar. Shvedda originalni so'ragan akalarimiz uchun Shvedda original varianti. Ona bola olib Ketdi. Oxirgisi akalar, ona bola sigirimizni ko'rsamiz, ma'lumotini to'lig'icha beramiz. Agar sigir 6 litr, 7 litr suti bor, Aha. 2 litrga beramanmi? 95-24 kilo raqami. Bu tarafdan-da, bu tarafdan. To'g'ri-ku. Buna Xo'sh, hoji aka. Molimiz nechinchi qorin? Agar bir qorin tuqqan, 2 ga 40 kun, 45 kun bo'lgan. Aha. 45 kun bo'lgan ichi qochganiga. Osh tarbiyasi nimasi zakonli. Bering buzovni, bering bir sovuq ko'rsin. Mana akalar, tarbiyasiga e'tibor qo'ying. Yangi Mana akalar, bo'sh turibdi akalar mol. Xo'sh, necha pul qo'yib beradi oxirgi mol? Aka, buni aka qarang, orqasidan ham aniqda o'sha nimasi borga yo'qsa yo'qdi. Informatsiya olib ko'rsatganim yo'q. Bo'g'oz bo'lishi mumkin demoqchi. Bo'g'oz bo'lsa borga molni bahosi aka 17 million so'm. Molni bahosi alohidaga 17 million so'm. Xo'sh. Sotilyapti ya. 8 million, 8,5 million so'm bo'ladi. 25,5 million so'm molni bahosi. Aha. Aka mana o'sizlar baraka topsinlar iloyim. Molni aka men 22 million, 23 million qo'yman. 21 million so'm O'zbekistonning любой territoriyasiga dastavka qilib beraman. Olganga ham sotganga ham. Baraka topsinlar, rahmat desalar berdi. Mollarimizning hammasini ma'lumotini berdik akalar, qandaydir ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa ekran yuziga Keyin baxshilarga bir ikkita gapim bor. Xo'sh, aka gapiring. Negativchilar gapiribdi. Sotolmadi, narxini arzon qo'ysin, falon qilsa. Mani ishimga birontasini ishi emasmi?
Kötü verse çıkarsın mor. Ben ularga negatif yazmayman. Hiç kimge ben negatif ham yazmayman. Zor verse kesin ben любой territoriyama çıkıp gaplashib bilaman. Ben nomerim, özüm nomerim bana YouTube'dan telefon okusa negatifçiler. Aha. Bana telefon okusa ben любой joyga gaplashib bilaman, любой bilan. Demak, akalar aloqaga chiqaverasizlar, kelaverasizlar akalar.